Endi yeringiz mana shunaqa toshli bo'lsa ham, qanday qilib hosil olsa bo'lish yo'lini topib qo'yganmiz. Sizlarga shuni ko'rsatib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun biz qopga kartoshka ekkanmiz 40-kuni. Seximiz bir burchagi, seximiz toshli joyda edi. O'zbekiston chetdan 1 yilda 60 million dollarlik kartoshka import qilar ekan. Qiziqishga pul olsa biz qiziqishga shu qanchadir bir qismi bizda o'zimiz O'zbekistonda qolarmikan deb harakat qilib kartoshka ekamiz. Bu yerda bir 400 ta qopga kartoshka ekilgan. Bu yer toshli joy bo'lgani uchun biz qopga biogomes, apelka to'poq aralashtirib ekkanmiz. Hozir mana 40-kunida xomlash jarayoni ketyapti. Nafaqat kartoshka va o'zimiz yegani pomidor badringlar ham ekkanmiz. Ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Hop, mana bu yerda pomidor bodringlar ham ekkanmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. U meva tugishni boshlab qoldi mana. Bodringlarimiz. Bular osma. Devorga osib qo'yamiz, xudo xolasa. Bu yerda mana pomidorlar ham bor. Pomidorlarimiz ham xudo xolasa gullashni boshlagan. Mana bularni ham osib beradigan darajaga keldi. Qarang, qalampir ekib qo'ygan. Qalampir. Atom qalampir deydi, chayon qalampir deydimi shunaqa. Keyin bolgarskiy, rayhon, jamba, qo'yingki har bittasi bir singildan ekkamiz. Bu yerda mana xomlash jarayoni ketyapti. Bugun 40-kuni. Xomlayapti, mana shu biogomes, apelka to'poq aralashtirib xomlayapmiz. Deyarli bir qop bo'lib qoldi. Ko'ramiz agar nima bo'lsa yana xomlaymiz va sharoitga qarab ish tutamiz. Bo'lmasa mana shunday qoldirsak ham bo'laveradi. Sababi buni o'ta ko'tarib yuboradigan bo'lsak, tagidagi kartoshka hosili pishib, tevadagisi yetilguncha pastidagi qatib uzoq qaynatsa ham pishmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Keyin mana turbalar qo'yganmiz. Har ehtimolga qarshi, misol tevasiga suv quyadigan bo'lsak, suv olish jarayonida mana yer qatib olib, chekkasi qoplardan sizib ketib qolishi mumkin. Turbalar teshib qo'yganmiz. Bu yerdan suv quyadigan bo'lsak, eng pastki ildizigacha suv yetib boradi. Faqirlab xomlash jarayoni ketyapti. Ko'rishlaringiz foydalari o'ta baquvvat. Har bittasiga kartoshkani bo'lib ekkanmiz. Har bitta kartoshkani bo'lib 3 ga, 4 ga, 2 ga, ikkitasiga qarab bo'lib ekilgan. Aralashma o'g'itlar qo'shib solib xomlash qilyapmiz. Bu xudo xolasa sinov jarayonida agar zo'r rezultat berib, biz aytgan effektni beradigan bo'lsa, yana ham kengaytirib, yo'l chekkalariga ham ekish niyatimiz bor. Buning uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Yaxshilab qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa yana pul ajratib, yo'l bo'ylariga ham shunaqa qoplarda kartoshkalarni ekib yetishtirish niyatimiz bor. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa pishishiga oz qoldi, mana ko'ryapsizlar. Pishganda ham hosilini ham ko'rsatib o'tamiz. Realni ko'rsatamiz. Misol 1 kilosi 1 kilo ko'rsatamiz, 15 kilosi 15 kilo ko'rsatamiz har bir qopdan. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi deb sizlarga ma'lumotini beramiz albatta. Barchalarga rahmat, qo'llab-quvvatlaganinglar uchun.